Mana hurmatli obunachilar, biz ayni damda Yermashit mahallasining ko'chasida biza hozir turgan manzilimiz Yermashitdan Nokusgacha o'tar glavniy ko'chasi. Shu Yermashit mahallasining o'rtasida mana shunaqa tupik ko'chamiz bor. Sizlar bilan birgalikda Zokir akaning xonadoniga qanaqa ishlar olib borayotganini sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, ko'rib turgan imorat rahmatli Zokir akamizning chala qolgan imorati. Mana shu qo'ni qo'shni yori birodarlar bilan to'plangan ehsonga mana shu ishgacha keldi. Qolganini ham sizlarga ko'rsataman. Avvalambor ehson qilgan akalarimizga kattakon rahmat, Shepirini ehson qilgan Jasur akamizga rahmat, Polpatoylarni ehson qilgan akalarimizga rahmat. Hurmatli Yermashit mahallasi raisiga kattakon rahmat deb qolamiz. Qo'ldan kelgancha yordam qilyaptilar. Usta akalarimiz bor, usta akalarimizni ham ko'rsatamiz. Ularga ham alohida o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sababi o'zlarini kuchi bilan, puli bilan odamlar ehson qilyapti. Avvalambor qilgan ehsoninglar erta oxiratda o'zlariga soyabon bo'lsin. Hurmatli obunachilar, hozir ko'rib turganlaringizdek imoratimiz mana shu kungacha hozir to'xtab qoldi. Hozir polpatolar qilyapmiz. Mana hozir akfa ehson qilganlar, Alloh ulardan rozi bo'lsinlar. Ehsonlar dargohida qabul qilsin. Ilohim bolalarini rohatini ko'rsalar, hech kimning boshiga kun tushmasin. Agar biz birlashsak, Xudo xolasa mana shu imoratni tugatib qo'yamiz. Hozir usta akalarimiz bilan ham ozgina suhbatini olamiz. Ya, xormanglar. Assalomu alaykum. Mana hurmatli obunachilar, hozir pol taglilan qotirish jarayoni ketyapti. Hozir Rahim aka mana ustomiz anchadan beri ishlab kelyaptilar. Rahim aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Navro'z aka, charchamayapsizmi? Avvalambor obunachilar nomidan kattakon rahmat aytamiz. Ustobi mana shunday ehson qilib yordam beryapsizlar. Alohida sizlarga rahmat. Hurmatli obunachilar, katta hurmat qilib bu akamizni bilganlar biladi, bilmagan o'zi biladi, bilmaganlar bemalol taglariga nomerlarini yozib qo'yaman. Bu usta akamiz Polpatolar Tom Shipirgacha qiladilar. Shu akamizga kattakon rahmat. Mana shu boshdan oxirigacha turib berdilar. Nasib bo'lsa oxirigacha turib beradilar deb o'ylayman, nasib bo'lsa. Rahim aka, bu oila haqida nima deya olasiz aka? Bir ikki og'iz obunachilarimizga gapirib bersangiz. Nima deymiz endi? Qo'ldan kelgancha yordam bersa yaxshi endi. Ko'rayapsizki, 3 ta sag'ig'i bor. Endi shaqqa endi ko'chirib chiqaramiz deyapmiz-da. Nasib bo'lsa aka, Xudo xolasa hammamiz birlashsak, nasib bo'lsa qasr qo'ramiz bu uyda. Hurmatli obunachilar, ozmi ko'pmi, 5 mingmi, 10 mingmi ushbu ko'rsatilgan katta raqamlarga o'zingizlarning ehsoninglarni ataylar. Agar qo'llaringizdan kelmasa, like bilan podelitsani bosib, shu savob bilinchida yurgan insonlarga jo'natib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, bu tarafdan havuz qilinyapti. Mablag'imiz yetmaganligi uchun havuzimiz ham to'xtab qoldi. Xudo xolasa shularning hammasini bitganligi haqida, mana shu uyga kim ehson qilganlarni haqida bir qator sizlarga aytib o'taman. Yermashitda yashovchi Oybek akamiz Rossiyadan turib 3000 rubl ehson qilibdilar. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Kurubskiydan Sherzod akamiz, Farhod usta akamiz ehson qilibdilar. Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Kattaqo'rg'on tuman favqulodda holat, ya'ni So'g'rab akamiz Pajarniy tomonidan ham yordam bo'libdi. Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Shepirga Jasur akamiz ehson qilibdilar. Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Kim nima ehson qilgan bo'lsalar, hammalaringizdan rahmat deb qolamiz. Ehsoninglar o'z dargohida qabul qilsin. Oxiratda o'zlariga soyabon bo'lsin. Ya, malades. Ya, malades. Keling qani. Ana hurmatli obunachilar, mana shu Zokir akamni kichkina o'g'ilchasi bo'ladi, nasib bo'lsa. Otingiz nima edi, otingiz? Otingiz nima edi? Ha, mashina dedi. Sizga beraymi? Haydab ketasizmi? Ha, bu sizga olib beraman. Shu uyda bitta qaraylik, sizga olib beraman bitta mashincha. Nasib bo'lsa. Mana do'stlar, mana shu qora ko'zlar hozircha tog'larnikida yashayapti. Mana shularga Xudo xolasa uy qilib berishimiz kerak. Ular hozir ko'chada. Erta qishga qiynalib qoladi. Mana shularni hozirdan biz harakatda boshlamasak, bular ko'chada qolib ketadi, qiyin bo'ladi keyin. Shuning uchun hurmatli obunachilar, maksimal darajada like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Podelitsiya qilib, savob bilinchida yurgan insonlarga jo'natib qo'yinglar. Sizlar bilan kamina Farruh Uloyevlar kelgan sodda ushlashguncha sog' bo'linglar. Bunchalar alamlik, bunchalar tilak, bunchalar yig'laysan, yig'lama yurak.
Bunchalar alamlik, bunchalar tilak, bunchalar yig'laysan, yig'lama yurak. İnsanlar kelardur bu dünya tamam, imtihan bo'lardur hamon va hamon. İnsanlar kelardur bu dünya tamam, imtihan bo'larmiz hamon va hamon. Unutmang do'stlarim bu fani zamon, bir kun biz ham ketarmiz Robbimiz tomon. Unutmang ey do'stlarim bu fani zamon, bir kun biz ham ketarmiz Robbimiz tomon. Shuning uchun ba'zida qilurman da'vat, ko'rmoqdasiz bu yo'lda yo'qdur halovat. Shuning uchun ba'zida qilurman da'vat, ko'rmoqdasiz bu yo'lda yo'qdur halovat. Qilmangiz ey do'stlarim, qilmang xiyonat, qo'limizda Qur'on bugun amonat. Qilmangiz ey do'stlarim, qilmang xiyonat, qo'limizda yetim yesir ko'pdir amonat. Unutmang ey do'stlarim bu zamon fani, bu yo'lda shahidlarning to'kilgan qoni. Unutmang ey do'stlarim bu fani zamon, bir kun biz ham ketarmiz Robbimiz